Kimikinde kimler onu daha toşmamda gizli olup ketkenini karı düşündük hem de. Qara. Kögeller meni ziyoli ekan deb qolsin deb talağa chiqib o'qib ketgan edi bersa. Tamam. Aslında der yapsanmaylı mı? Shunda qilaylik. Jura. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadar qavarlar, balat tudulma. Ya teyzini aytam cuma. Ha. Harmay, talmay bilim ele bitipsiler de. Ay yaqay. Bugun qarasam menda beka o'qib qopdim ha. Shuni birdan shamoldig'ach, mayada gez to'qiyaptim. Bilim o'qigandan keldi. Bilim xosiyatli narsaki, u go'yo ilmga o'xshaydi qanday deydi? Barhaq. İlim goya ilimdir. O bilimge atadır. İpek bolsa bilimlik, kara kosak matadır. Bilim go'yo bilimdir. U ilmga atadir. Erhaq kirqat jug'andek, uni bilmek japadir. Ha. Dağıtakı, bu gizli nime yığılıklar yazıp da? Ha. Okunu? O'qinglar. Mayada debdi. Mavu Mehmet Hacım degan saxovatchi, o'qishsiz qolgan yetim yesirlarning o'qish uchun 50 million iyoni qildi. Nima degan yaxshi odam bu, ha? Ya Allah, ya Allah. Neçe milyon pulu var bir bay turab. Ara 50 bin koy veriştin. Numus kılmakandım o kalende. Boy bu qalanda. Vay. Bay olmasa hak pul verip yüzü köz kılamdı o. Vay. Kim biladi? O pulni aramdan topdim, halaldim bu, kim biladi? Ha şu yakında bir yalan töş bir demeydi diyen ha. Hak pul verip de yüzü köz vay canım. Hey. O Mehmet Hacım başkalarga yordam qilmasiga tillanglar. O başkalarga saxovat qilgan tursa, uni nima tillaysizlar? Sizlarmi ashunga o'xshash başkalarga yordam qilsanglar olmanda. Biz Bizi kıysak mı? Kıysak buldu. Lekin nakpul balanalı buzuydu. Lekin sana davta. Ha, bir odan ah ko'ngil balalarga pul verib, qara ko'ngil qilib etmayli. Muş balının patlıkını kokudaş için bolsun ular bir tiyin vermesi gerek. To'g'ri. Basash Mehmet Hacım üzü bason, balla buzilib ketsa gunoh shu deb shirik. Ha, qanday ha? Davta pişak tüşek işki başkatırma gizden okumalar. O'qinglar. Vay. Öz muxbirimiz xabari. Otaqlıq yazğıcı Nurdin Qodirning 4 tomliq asri yaqinda nashrdan chiqib, keng kitobxonlar bilan yuz ko'rishdi. Pah. Nurdin kam karamat yazğıcıda. Qandaq dedi? Oğa şu. Lekin muş tetksiz qo'yganning urg'jiq degandek va'dashqini adab qo'yish yeziva ketuvdan. Shun demam degan. Hey. Avot. Tak o'tgan yil bu Nurdin Qodir degan endi qirdi. O'zini o'zi so'rab ma'va adabiyot sipidan chekinish kerak deysizning. Xuddi seni yolg'onchi qilgandek bir demning orlig'i 4 tomliq kitobdan birini chiqarib etgan nima seni lozı qilay? Ha? Aş 4 tomliq asarning yezilishi dal mening töhfamdan bo'lgan. Hey. To'lib mazlashmanglar. Uni men qirdi deb harakatlantirib qo'ymagan bo'lsam, o bir damning ichida 4 tomliq kitobni yoza olamdi. Ha, agar bu Avutning kitobidan qo'rqmagan bo'lsa, bir ishkanning ichidan 4 tomliq kitobni e'lon qila olamdi. Hey, Abdur bu asarni bir 2 oyda emas, 20 yil tayyorlik qilib yozgan debdi magistda. Ha, mana. Qirdi deganim rasm ekan. O qirmagan bo'lsa, talant bo'lgan bo'lsa, bir kitobni 20 yilda yozamdi. Ha? Shu bizga mush ijod qilishni ancha yaratmaymiz. Agar yaratib qolgan bo'lsak, bunda 4 tomliq kitobni bir 2 oyda to'g'rilab qo'yamiz. Qanday? Savtaqon. Sen to'lib po atmay. Oldindan bir betlik maqola yozib qo'yinglar, maqola. Adabiyotni tushunmaysizda bala. Bu bir betlik maqola yozmak, 10 roman yozmakdan tez. Bu makale yazish uchun nazariy, falsafiy fikr bo'lishning sirtida hikmatli so'zlarni ko'chirdigan napozliq kitob setib olish to'g'ri keladi. Agar Nurdin Qodir maqola yoza olgan bo'lsa, shu roman yozma deb avarlab yuramsa. Senin tadı kallanda ötmeyapti. Ötmeyapti. Sana da koyayım. Muş dünyada altıncık mı, taş mı? Elbette taşçık da. Hep belli. Roman degen taş. Makale degen taş. Nurdin Qodir taşçı. Taşçı. Hey. Nurdin kam taşçı olsa silen imiçe? Biz taşçı.
Toshchi? Bu nima degan gap hamda? Biz yozg'ish shoirlarninki saqlin taraydigan oltin tag'aq. Ha, biz ularning aşı oldi kendi yaxshi yomonlari sepselib yuradigan izsiz nesillik afsharka. Biz boshqalarning obshar gibi. To'g'ri. Biz boshqalarni xursand qilib maqtamaymiz, balki mardona tillab ujuqtirib Tıllaymiz. Qarab, aş mana men deb kerilib yurgan aş nochida vaqa 4 qitimni tillasan, hozir danqing chiqadi. Ey, mushu maqtuvchiligi balani maqtamamsizlar? Ularni ba'zi Maqtab qo'ymiz. Qanday vaqtida maqtaysizlar? ular o'lib ketganda. Peki biz vaqa ular vaqa nat ig'ir kesel vaqtida mana o'ldikin, endi o'ldikin deganda maqolani yozib tayyor qo'ymiz dedi. Adashmish o'lmagan odamni maqtab qo'ysang, hediga ish kerilib ketadigan deyman. Ular hayot vaqtida nima qilib maqtamaysizlar? Biz zolim bo'lsak, ularni olim chiqamdi-ku. Bizning butun qiyinimizning hammasi millatning adabiyotning taraqqiyoti uchun. Ha. Endi adash, uni danglab qo'ysang, hediga ish bitadi. Eshitdi rasmiy tabiatim degandek. Mavo Nurdin Qodir asarlarining badiiy qimmati yuqori, turmushchiligi cho'nqur, tarbiyaviy ahamiyati zo'r bo'lg'achqa, xalqimiz bu yozuvchiga allaqachon yuqori bahoni berib bo'lgan. Xalqning ba'sidan ba'diga qarab. Biz o odamning ba'larini e'tirof qilmaymiz. Qilmaymiz. Ey, sizlar mushundaq ijodkorlarning asarlarini bog'laymiz deb qaski ishdak ularning pochig'i esib qavab yurgicha, bak bir ish qilganlar kelib kelsa, sizlarning qo'linglarga qalam ilib, adabiyotimiz uchun to'p qo'ysanglar bo'lmaydi. Qiziqdashkina mavo. Shunda bu. Bunda oddiy mani tanlasa. Ey, hamma odam oddiy ijodiyatchi bo'lib kelsa, kim danishmand bo'ldi? Biz ijod qilishda emas, ma'u natiqsiman danishmand bo'lmoqchi. Şu ha? Bo'lmoqchi emas, bo'p bo'ldik. Ras bo'p bo'ldik. Endi yana nim bo'lsaq ularga deb kalla qatirib o'tirmiz. Bunday yurma. Sizlar qaysi sohada danishmand bo'ldinglar? Biz yozmay baholash sohasida. Qiziq gap. Bu yezib, hammadan dang chiqara oladi. May yozmay dang chiqarsang nochi. Sizlarning danishmandligingizni kim biladi? Bu ishimiz bir-birimizga to'liq e'tirof qildik. Qandoq dedim Allohna? Gaplarim durust Mavlona. Danishmandlikni oldi bilan avam xalq e'tirof qilish kerak. Biz xalq emasmi? Biz xalqning javharlari jumosiga qo'yaylik. Qada danishmand bo'lamsa? Yaxshi ko'nglinglarga rahmat. Bunda saxta danishmand bo'lib, qachon sirim echilib ketayotgan deb xalqning chopini kiyib olgan o'g'irdak tinab tamtirab yurgicha, chin samimiy odam bo'lib, o'sha o'zimning yashash usuli bilan yashayverayman mana. Havob. İşte taksi tunaptı degan bu shu. Shuni eshak beshi bo'lmoqchi bakar. O'qinglar. İxtiyoriy muxbirimiz xabari. Yaqinda shahrimizdagi donliq san'atkorlar yangidan tayyorlagan nodir ijodiyatlar bilan dog'dug'liq san'at kechiligi o'tkazmoqchi. Ya Allah, ajab zerikdim shu ijodiyatchi, san'atchi degandim. Nega varsan shu haqning gapi ya? Shu emasmi? Televizionni açsangmi mushhaq, radioni açsangmi mushhaq, kitob jurnal qarasangmi mushhaq, odamning o'g'sini qaynatib. Yo'q. Hey. Bu san'atkorlarimizning esil asarlarini xalq ko'rsa, anglasa, huzur bo'ladi, xushal bo'ladi. Bu sizlar nimaga xafa bo'lasizlar? Hey. Shu haqning shuni chiqib ketayotgan nari bor? Ha? Bizdek danışmanlar turgan yerda ulig'i nima olqish deyman. Shundaymi? Sarang olib qoldimki bu xalq xuddi san'atkor, ijodkor tutla turib qoldi ekan. Odamning nabirchi qo'zg'atib biz. Tova qildim, tova. Ma xalq nimani yaxshi ko'rsa, shuni yomon ko'radigan, xalq nimani qadrlasa, shuni o'sh oladigan va qandoq surat odamlar. Bo'ldi qilayli. Mush adabiyotchi, san'atchi degan gapni bir qilmaydi odam, qilmaydi. Ma ikkisi oljib sarang'oga o'xshaydi. Men buli bilan takallashib o'zimni o'tiribcha gazetimni o'qiyman. Qan? Anglab baqla. O'z xabarimiz. Chet elga o'qishga chiqib ketgan bir turkum o'quvchilar yaqinda doktorlikni tamomlab sharaf bilan vatanga qaytib keldi. Voy qanday qilay? O setib olgan doktorlikmi, ras o'qiganmi, kim biladi asavat buni? Shundaymi? Aras. Ha? Avat? Ha? Mushu chet elda mushu doktorlik kinishkisini bozorda gazir sotgandek sotib deydi ya. Shaptil sotgandek. Shunday anglab qoldim. O'z xabarimiz. O'qida. Yuzdan shaharga dehqonchilik saymonlari setib olish uchun kirgan bir dehqon
bir so'mka xalq pulini tepib olib, uning ko'z qirnimi sanmay, bu pullarni munosabatlik o'rinlarga topshirib berdi. Muxbirning egilishicha. Xudoyim, tövbe. Men ahmoqlikni ko'rdingmi? Savod, topshirib bergan pulni qara. İzzet, avut. Maşinning notisini, xotinning chiroyligini olib, mashinaga selib, shamshan sayohat qilmay, topshirib bergan qirani. Ahmoq. Hey, Ha, nima bo'ldi? bo'ldi? Nima? Mayada bir tepishmoq bor ekan, tepib baqamsizlar. Ha, o'qida topmiz. Topmiz. Suvni qo'ysang bir chumut chelakda shalaqlaydi. Yolg'on soqti donishmand o'zgini mazoqlaydi. Ishqilanmas o'zlari ish qilganni yaratmas. Zahar oqar tilidan dili qara uyatmas. Suiqasd qilar mardlarga udul kasi qochidi. To'xtikarni ko'ranmay ko'kuyimdek chaqidi. Aytinglarchi xaloyiq bu sirni kimlar ochidi? Suiqasd qiladi mardlarga. Udul kelsa qochidi. To'pikarni ko'rolmay, ko'kuyindek chaqidi. To'g'ri. Tap. U kim o? Mushu. Ha, dal to'g'ri topdinglar.